Hasan ibn Ziyod al-Lu'lu'i rahmatullohi alayh aka al-Lu'lu'aviy ham deyiladi. Shu kishi aytib beryaptilar. Biz tomonda bir Majnuna kampir bor edi. Uni Umma Imron deyishardi. Aqli ketgan kampir edi deydi. Umma Imron deyishardi deydi. To'g'ridan to'g'ri tarjima qilib beraman. Bir odam u kampirning yonidan o'tib, kampirga nimadir dedi. U kampir majnun, aqlini yo'qotgan. Shunda kampir haligi odamga aytdiki, "Yabna zaniyayn" dedi. "Ey ikki zinokorning bolasi" deb so'kib berdi. Bu gapni o'sha joyda ulamolardan Ibn Abi Layla eshitib turgan edi. O'z quloq bilan eshitdi Ibn Abi Layla. Ibn Abi Layla Abu Hanifa bilan ko'p unaqa bir-biriga zid kelgan ulamolardan bo'lgan. Abu Hanifani ko'p orqasidan shikoyat qilib yurgan odam bo'lgan Ibn Abi Layla. Alloh ularni afv etsin. Ibn Abi Layla qozi edi deydi. Eshitdi va kampirni mahkamaga tortdi. Mahkamaga tortdi-da masjidga olib keldi va masjidda tik turg'izib haligi odamni otasi uchun ham, onasi uchun ham 2 marta had urdirdi. Har bir had qanchadan bo'lsa, 2ta hadni ado qildi. Kampir hushidan ketib qoldi. Fabalagha zalika Abu Hanifa. Bu xabar Imom Abu Hanifaga yetib bordi. Ibn Abi Layla bir kampirni shunday degani uchun masjidga olib chiqib, tik turg'izib qo'yib, 2 marta had urdiribdi, kampir hushidan ketib qoldi degan xabar yetib bordi. Shunda Abu Hanifa aytdilarki, "Axta'a fiha min 6 mawadi'." Ibn Abi Layla 6 ta o'rinda xato qilibdi dedilar. Birinchisi, al-majnuna la hadda alayha. U kampir majnun bo'lgan. Majnunga had urilmaydi. Aqli yo'q odamga, aqli ketgan odamga shariat haddi qo'llanmaydi. Birinchi xato shu bo'lgan. Va aqama al-hadda alayhi fil masjid. Ikkinchi xatosi, masjidda ayol kishini tik turg'izib qo'yib had urdiribdi. Va la tuqamul hudud fil masajid. Masjidlarda had urilmaydi. Had masjidlarda qilinmaydi. Masjid namoz o'qiladigan joy, had uriladigan joy emas dedi. Va darabaha qa'imatan va nisa yudrabna qu'udan. U ayolni tik turg'izib urishibdi, ayol kishi hadda o'tirg'izib had qilinadi. Bundan xato qildilar. Va aqama alayha haddayn walau anna rajulan qadhafa qauman ma kana alayhi illa had wahid. Keyin yana bitta xatosi 2ta hadni o'tagani. Bir odam bir qavmni so'ksa, qavmda 100 ta odam bo'lsa, 100 ta had urilmaydi, bitta had uriladi. U kampirga bitta had urilishi kerak edi, urilsa ham farazan Ibn Abi Layla 2 ta had urib xato qildi dedilar. Va ikkinchi yana bitta xatosi had talabkori bo'lish kerak hadni. Haligi so'kilgan odamning ota-onasi so'kildimi, o'sha odamlar hozir bo'lish kerak bu yerda, ular esa hozir emaslar. Bu ham bitta xato. Xo'p. 2 ta hadni keyin bitta maqomda jamlanmaydi. Farazan bir odamga 2 ta had urilish kerak bo'lsa ham, o'sha 2 ta had bitta vaqtda qilinmaydi. Birovga bir had urildi, qamchining izi, yarasi bitgandan keyingina, oradan necha kunlar, haftalar o'tgandan keyingina ikkinchi had qo'llanadi. 2 ta hadni ketma-ket urilmaydi va bunda ham Ibn Abi Layla xato qildi dedilar Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhi. Bu gap Ibn Abi Laylaga yetib borgandan keyin Abu Layla qoziga shikoyat qiladi. Endi bugungi kunda ham bunday shikoyatlar ko'p-ku. Abu Hanifa qo'ymayapti ishlaganimizga deydimi? Abu Hanifa meni uyaltirdi deydimi? Xullas, qozi Abu Hanifa fatvo bermasin deb hukm chiqaradi. Abu Hanifa fatvo bermasin deb muhlatini belgilamasdan hukm chiqaradi. Endi Abu Hanifa rahmatullohi alayhining qozining hukmiga itoatini qarang. Bu qissaning davomida kelyaptiki, bir kuni Imom Abu Hanifa qizlari bilan ovqatlanib o'tirdilar. Qizining milkiga suyak tegib, milki qonadi. Shunda qizi otasidan so'rayapti: "Ey ota, menga tahorat qilish lozim bo'ldimi?" dedi. Dasturxon boshida ota bola o'tiribdi. Oddiy bir masal qizi otasidan so'rayapti. Abu Hanifa hukmni qabul qilganlar va qasam ichganlar bo'ldi, fatvo bermayman dedi. Qizga aytayaptiki, "Qizim, men fatvo berishdan qaytarilgan odamman, qasam ichganman. Akangga hammot kelsa so'raysan" dedi. Qarang, bo'lmasa uyda qiziga aytib qo'ysa bo'ladi. Abu Hanifani amonatdorligini qarang ulamolarni. Bu xabar
qoziga yetib borib, qozi keyin Abu Hanifadan haligi fatvo bermaslik hukmini yechgan, zoil qilgan. Abu Hanifa rahmatulloh alayhining omonatdorligi, o'sha mahaldagi ham demak ba'zi ahli ilmlar orasida bo'ladigan holatlarda bo'lganligi, doim va bundan oladigan xulosaki doim din xodimiga, ilm ahliga doim bunaqa narsalar bo'lib turishligi bu o'zi aslida sunnat bo'ladi. Alloh taolo Imom Abu Hanifa kabi zot imomlarimizni ruhlarini shod etsin. Bizni mazhab uchun qancha jon kuydirib xizmat qilib ketganlar. Shuning uchun u zotning mazhabida mana bugungi kunda musulmonlarning ko'pchilik qismi fiqhda amal qilib keladi va eng bob bir mazhabda amal qilamiz. Alloh taolo to'g'ri yo'lda hammamiz sobit qadam aylasin.